Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Umidjon youtuber. Demak, biz sizlar bilan birgalikda bugungi darsligimiz bu YouTube kanalni o'chirib yuborish haqida bo'ladi. Demak do'stlar, bizda mana bitta kanalimiz bor, 75 ta obunachisi bor kanal. Bu kanal juda ham aralash bo'lib ketgandi, ya'ni videolar aralash bo'lib ketgani sababli kanalimizni o'chirib tashlamoqchi bo'lyapmiz. O'shaning uchun demak kanalni ko'rib chiqamiz o'chirishni. Va bu uchun albatta o'chirmoqchi bo'lgan kanalimizni YouTubedan tanlab olamiz. Mana shu kanalda turibdi. Keyinchalik esa do'stlar Google ga kirib olamiz va Google dan ham o'sha qaysi nimada kanalda turayotgan bo'lsa, qaysi Gmail da turgan bo'lsa, o'sha Gmailni tanlab olamiz va Google ga yozib olamiz. Vhod YouTube Studio deb yozamiz va YouTube Studioga kiramiz. Bunda bilasiz, sayt orqali kirishimiz kerak. Studiyaga o'tib ketish mumkin. O'shaning uchun sayt orqali mana shunaqa qilib kirib olamiz va ko'rishingiz mumkin do'stlar, juda ham bir videolar to'lib yotibdi. Har xil videolar bor, shorts ham, nima ham bor va bu yerda eng pastda mana nastroyka ikonchasi bor. Shuni bosamiz. Shu tugmani bosamiz va bu yerda ko'rishingiz mumkin. Nastroyga kelib chiqadi va kanal, ikkinchi turgan kanalni bosamiz va bu yerdan razрешение настройки o'shani bosamiz va pastroqga tushsak mana другие настройки va ikkita ko'k bo'lib turibdi. Mana настроить аккаунт YouTube va albatta удалить контент с YouTube deb qo'yibdi. O'shani bosamiz. Demak do'stlar, bosamiz удалить контент с YouTube tugmasini va bizni saytga olib o'tadi. Bu yerda o'zimizning shu Gmail akkauntimizdan, demak, birinchisida "Я хочу скрыть свой канал" deyapti. Kanalni tarjima qilib ko'ramiz. Mana hozir bu yerda tarjima qilsak hammaga yaxshida, hamma tushunadi shunda. Birinchisida aytayaptiki, kanalimni yashamoqchiman deyapti. Keyingisida mana kontentimni butunlay o'chirib tashlamoqchiman deyapti. Demak, ikkinchisiga bosamiz, ya'ni butunlay kontentni o'chirib tashlashni va bu yerda mana bu demak videolarni o'chirish haqida gapiryapti. Playlistlar, подписчикing yo'qolib qoladi deyapti va shunaqa qilib tushuntiryapti. Ikkitasini ham bosamiz va bu yerda Gmail akkauntimizni yozib olamiz. Mana o'zimning shu YouTube'ni boshqarayotgan Gmailni yozdim va удалить video YouTube deb chiqdi. Mana demak bosamiz YouTube 63 ta videoni o'chirib tashlashga va bo'ldi do'stlar. Endi kanaldan chiqib ketamiz. Mana tekshirib ko'ramiz. Demak bu yerda hali o'chmagan. Do'stlar, shu 10 daqiqa ichida o'chadi-da bu narsa. Mana 10 daqiqadan so'ng kirib ko'rdim. Mana xullas do'stlar, mana akkauntimiz o'chib qoldi va mana yangicha YouTube turyapti. Bu yerda mana kanal mavjud emas deyapti. Demak, bunga yangicha kanal, yangicha nom tayinlab kontent yurishsak bo'ladi do'stlar. Albatta biz bilan qoling do'stlar. Siz bilan Umidjon youtuber bo'ldi. Demak, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'ying va bizning Telegram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'ying. Telegram sahifamiz albatta bizning описаниямizda joylashgan. YouTuber bola, kuchukcha YouTuber bola deb qidirsangiz Telegram kanalimiz kelib chiqadi. Bizga obuna bo'lib kuzatishda davom eting do'stlar. Ko'rishguncha.